bo'lib yurilishi juda qiyin ekan, ko'p narsaga e'tibor berish kerak ekan. Hop, bu kasallikni bilish sababi qanaqa bo'lgan? Bu kasallik bosh og'riqdan boshlangan, bosh og'rig'i doimiy bo'lgan, ko'ngillanishlar bo'lmagan. Ishtaha yo'qolgan. Keyin shu bosh og'rib oxiri уже davleniya 220 ga chiqib ketgan. Shuni o'zim yo'qotib qo'yganman. Частный klinikaga borganimizdan keyin частный klinika уже bittada belgilab bergan. Bu 2020-yil bo'lgan. 2020-yil boshida уже karantin bo'layotgan paytlarida boshlangan bu narsa. Shu частный klinikaga borgan, tayyor uzi qilgan, tekshirgan, bilganki, sразу почка qurigan. Quriyapti ikkalasi, почка отказ qilyapti. Shundan уже bilganman, keyin Yunusobod nefrologiya больницаga borganman. O'tda уже o'sha yerda boshlangan lechение, почка muammosini bilganmiz, o'sha yerda hammasi boshlangan.